Boshqa joylarda 400 ming, 500 mingdan sotilib turgan elektromobillarimiz siz uchun bonus sifatida bepul narxlarda berib yuboramiz. Faqatgina shu ko'rib turgan videolaringga bittadan like bosib, 31-dekabrgacha kelib bizdan Karcher xarid qiladigan bo'lsangiz, xo'p, benzinpilamiz, elektromobillarimizni Karcherimizning narxini kelishamiz. Kelishgan narximizdan tashqari bonus sifatida sizga qo'shib beramiz. Karcherlarimiz to'liq ma'lumotlari video davomida bo'ladi. To'liq obzori bilan, narxlari bilan yoritib beramiz sizlar uchun akalar. Xo'p, ko'rib turgan karcherlarning 3 fazali karcher mo'ykalariga olib ishlatish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, 380 karcherimiz ichida eng katta variantidan bo'ladi, ya'ni 7,5 kilovatli modelidan. Mana ko'rishlik mumkin. Xo'p, 7,5 kilovat 380 volt davlinaga ishlaydi akalar. O'zida 4 xildan nasatkalari bor, mana ko'rishlik mumkin. 4 xil nasatkada 4 xil оборотda bemalol sepib ishlatsalar ham bo'laveradi. Omax Karcherdan davlinasi balandroq bo'lsin, narxi arzonroq bo'lsin degan akalarimiz juda ham zo'r variantda yetib kelgan. 6 oydan 1 yilgacha garantiyasi bor. Shu aksiyaga tushgan variantimiz shu elektromobillar bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, komplektda ko'rishlik mumkin komplektatsiyasini so'ruv shlanglari, o'zini 10 metr original trosli shlanglari, undan tashqari original o'zida pistoletlari komplekt holatda bo'ladi. Pompa qismlari ham juda ham katta pompalar bilan jihozlangan. Mana ko'rishlik mumkin. Pompalari katta pompadan, davlina legrovkalari ham o'ziga tayyor qo'yilgan. Agar bor davlinasiga ko'taradigan bo'lsangiz 350 davlinaga chiqadi akalar. 3 fazali motori 100% mis atmotikali motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Katta mo'ykalariga, katta mashinalarga, masalan, qish kunida muzlar qotib qoladi. O'shani ham bemalol tushirib bera oladi akalar. Joylarni qo'zg'atish uchun balonlari tayyor o'ziga qo'yilgan. Tepa tomonda rol qismlari bor akalar. Xo'p, pompalari maslinli pompadan akalar. Pompasiga 1 litr yog' ketadi. Yog'larni quyib bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, zapchast tomonlama umuman muammo bo'lmaydi. Hamma zapchastlar o'zimizda topiladi akalar. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Kimga shunaqangi karcher apparatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumotini so'rab olishingiz mumkin. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $800 7,5 kilovat 350 davlinari 380 karcherimizni do'konimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Xarid qiladigan bo'lsangiz akalar, bitta elektromobillarimizni bonus sifatida qo'shib beramiz. Faqatgina shartlarni bajarib kelishlaring kerak bo'ladi akalar. Bundan boshqa assortimentdagi texnikalarimiz ham do'konimizda bor. Aloqaga chiqib olsangiz, to'liqroq ma'lumotini beramiz akalar.